Cho'kan valisiz nikoh qilsa bo'lamdi? Savol. Assalomu alaykum. Ota-onasi o'lib ketgan birla akasi bor cho'kan valisiz nikoh qilsa bo'lamdi? Agar bo'lmasa, akasi qarshi turgan ahvol ostida ochisi vali bo'lsa bo'lamdi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. İmam Abu Hanife rahmetullahi aleyh boyuğa yetken, aqli hoşu joyida ayol bo'lsa, cho'kan bo'lsin yoki qiz bo'lsin, o'zi valisiz nikoh qilsa bo'laveradi. Vali kamolat sharti sahih bo'lishining sharti emas deb qaraydi. Agar yigit qizning barovari bo'lmasa, vali nikohga e'tiroz bildirib bekor qilib yetalaydi. Ko'pchilik olimlar valisiz nikoh to'g'ri bo'lmaydi deb qaraydi. Ular asoslangan dalillarning eng kuchli deb qaralgani Aisha radhiyallohu anha rivoyat qilgan qandaq bir ayol valisining ijozatisiz nikohlansa, uning nikohi botildir degan hadisdir. Ko'pchilik olimlarning qarshi bo'yicha ish qilgan taqdirda ota bo'lmasa, undan keyingi vali nikoh qilib qo'ydi. Valilarning tartibi mundaq: otasi, andin otasining otasi, andin bir tuqqan qarindishi, andin ota bir qarindishi, andin qarindishining o'g'li, andin otasining qarindishi. Oxirida yuqorqilardan hech qaysi tepilmaganda mahalladagi olim kishi vali bo'lsa bo'ladi. Ammo ochisi yoki boshqa ayollar vali bo'lolmaydi. Valini shart qilganlar bilan qilmaganlarning dalillari bir-biridan qolishmaydigan darajada bo'lsa-mu, biroq hozir diyorimizda mahkama shar'iyya bo'lmag'achqa, Hanafiy mazhab qarashi bo'yicha yigit qizning barovari bo'lmagan ahvolda vali u nikohni bekor qilib o'tolmay qoludida Hanafiy mazhab qarashiga to'liq amal qilg'ili bo'lmaydi. Natijada qizning va oilasining manfaati ziyonga uchraydi. Bu sababdan odatda valisiz nikoh inovatsiz degan qarashni tutib ish ko'rib, valini musulmon degili bo'lmaydigan yoki yigitni diyonatlik deb qizni berishga qo'shilmaydigan yoki vali o'rinsiz to'sqinlik qilib turib oladigan qisman ahvollarda Hanafiy mazhab qarashini tutsak muvofiq. Sizning ahvolingizda agar akangiz nikohga qo'shilmagan ahvolda sababiga qaraymiz. Qo'shilmaslik sababi yigitning sizga barobar kelmaydiganligi bo'lsa, nikoh qila olmaysiz. Yigit sizga barobar keladigan bo'lib, akangiz o'rinsiz to'sqinlik qilsa, nikoh qilaversangiz bo'ladi. Yoki oilada og'ir ko'ngilsizlik paydo qiladigan bo'lsa, oilangizni deb voz kechsangizmi bo'ladi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom, 125-numurliq fatvo.